Mana hayot sinov dinini bizdiki. Men o'rningda bo'lganimda xursand bo'lmas deb qara, ular bizga nima qilishdi? Baribir ham bizga keraklisini hali olganimiz yo'q. Aholi, yer, menga yurak. Keyingi safar faqat men eshit, sen faqat men sabab bu yerni o'zlashtira olasan. Sen shunchaki buyumsan, sen fikr olmaysan, sen faqat muammo esaysan. Men shunchaki buyumman. Xo'sh, salom, men yangi sikli qo'shnim. Sen o'sha har xil odamlardan yer o'g'irlab yurgan bachcha. Что-то вообще senga ortiqcha kayf bermadimmikan? Keyin menga bir fikr keldi. Ikkimiz birgalikda bayram uyushtiramiz, shunchaki tanishuv uchun. Bu ketishda javob zerikasan. Bunga javob beraman. Tashqaridagi qachon ketarkan, uni nima deganga tushunmayman. Bu yer betartib ekan. Unchalik yomon emas-ku, menimcha. Biz o'sha olamni yanada ko'proq vaqt o'tkazish yaxshi bo'lardi, balki men uchun odam yuragini olardikmi? Biz yana Underfell olamiga qaytaylik, endi biz yo'lni bilamiz-ku. Men u yerga boshqa bo'lish istamayman. Nahotki sen menga o'zingni qismimni berging kelmasa? Sen yuraging shunchaki mening qat'iyatim kerak xolos. Men charchadim, tinch qo'y. Namuncha zerikali bo'lmasang? Xullas, men rejamni keyingi olam sening boshqa ham turibdi. Keyingi esa o'z olamimizni tiklashni davom ettirib so'ng. Hoy, men shu gapni kimga aytyapman? Qo'yil, sen rostdan ham ancha charchabsan, biroz muziq bo'lsang-chi. Yo'q, hozir to'xtay olmayman. Qo'ysang-chi, axir oxirgi marta qachon uxlagan eding? Chunki sen charchagan bo'lsang, unda men ham charchadim. Mayli, faqat biroz vaqt xolos. Ahmoq. Bu ishlashni bilardim, endi sen mening soyam bilasan. Qani sening qobiliyating qanday ishlar ekan? Yo'q, sen o'zing nima qilyapsan? Maxluq tanasida bo'lish unchalik ham qulay emas ekan. Agar odam yurakni ola olsam, bari yana avvalgiday bo'ladi. Yaxshi tushlar ko'r, do'stim. Men senga ishonmasligim kerak bilgandim. Chara xo'y, chara? Mana nihoyat seni qutira oldim, qoyil. Sen o'zing bilan gaplashyapsanmi? Nanakmi? Nega hayron qolding? Nima men senga istagan payt kelib ketadigan kuchukka o'xshaymanmi? Birinchidan, men o'zim sening yordamingsiz ham o'z olamga yo'lni yaxshi bilaman. Men mayli, endi sen meni keyingi olamga o'tkaz, uni nomi Underfell. Sen la'nat o'zi nima qilmoqchisan o'zi? Men senga o'xshagan ahmoqlarni ko'p ko'rganman.
Men senga shunchaki yoqqaning uchun yordam beraman. Keyin men senga hech kimni o'ldirma degan edim. Men o'lik emas, yomon tuyg'u kerak. Nima, men seni o'ldirolmaydi deb o'ylayapsanmi? Men hech kimni o'ldirganim yo'q, shunchaki uning olamini bir qismini oldim xolos. Men baribir ularni o'ldirmasdim, chunki menga aholi ham kerak. Mayli, qo'rqma, men senga shunchaki qayta eslatib qo'ydim endi. Axir biz seni o'lishingni istamaymiz, to'g'rimi? Endi menga keyingi olam nomini aytaver. Aytgancha, agar nobodda sen kimdirni o'ldirib qo'ysang, eslab qol. Men seni qayta va qayta o'ldiraman va qachonki sen bu ahmoqona hayotingni o'lim bilan almashtirmay chiqadi. Tushunarlimi?